Ürümchiga bir berib kirayimki deyman ha. Shundoq qiling. Bu yerda qarz egilar bizni o'tag'izmagandan keyin berib pulning amalini qilib keling. Agar o qizil ko'zdan tutib oldigan bo'lsam, qiymi-chiymi qilib etmaydigan bo'lsam. Qiymi-chiymi qilib deb uning go'shti mant etib yig'ilib bo'ladimi? Uningdan chiroyliqcha pulni undirib oldiganning amalini qiling. Hay, azroq so'q salam bersangizmi mayli. Ish qilib pul qaytib kelsa bo'ladi-ku. Ben de bakaya. Hey? Şavlun dervaz aldı saklayman deganti. Hacet ko'rmaydi o. Yo'ldosh, yuk mashinasini kirgizversangiz. Kechiringlar, bo'lmaydi. Shirkat 3 kun tijoratni to'xtatdi. Ambarlarni ratlayotdi. Shunga har qanday mashina kirishik bo'lmaydi. Hay, qo'limizda to'xtamdan bor. Qo'limizda to'xtam bor. Bo'lmaydi. Andaqda jinglaringlarni ko'rishima. Ma'qul, kiringlar. Juring. Siz bu nima ish? Bütün rasmiyatlarni o'tab bo'lgan tursak, nimishqa mashinani kirgizmaysizlar? Tönögülli paxtını ko'rib ketdinglar. Sizlar bilan tek rasmiy to'xtam tuzmidiq-ku. Nima? To'xtam tuzmidiq? Nima gapni qilyapsiz? Biz degan musojinglar bilan tunugun tushdan burun to'xtam tuzishib pulni topshirib bo'ldik. Mana bu talon. Mana bu to'xtam. Mana bu pul topshirib olganlik hujjati. Ko'rib beqing. Kechiringlar, bu Musa Janglining imzosi emas, ham shirkatimizning tamg'isi emas. Musa Jangli 3 kun ilgari Guangzhou ketgan. Nima? Bu 2 kundan beri ko'rlini izlamagan yerimiz qolmadi. To'g'ri. Biz o ishga aldamchiga ishinib qopdik. Bo'lmasa pulni hargizmi bermasganmiz. Rost shundoq. Hay. Ular nimishqa hujjat, tamg'a, kenishga, to'xtam qog'ozlarini yataqqa ko'tarib keladi. Biz nimishqa naq pulni shirkatning moliya bilimiga olib topshirmaymiz deganlarni o'ylamadinglarmi? Bu tarpini zodil o'ylamabdik. Shundoq o'ylamabdik. Qarsak, hamma rasmiyatlari to'liq taqildi. Shunlashqa ishinib qopdik. Ularning chiroyli gap so'zlarini anglagan har qanday odam ularning gapiga ishinib ketadi. Shundoq ishinadi. Qarab turib, sizlarga bir muncha ziyon bo'pti. Biz bugunlik kuch tashkillab bu delon tashirishni boshlaymiz. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Bo'ldi, kirib ket. Ay. Sizga yana jiklab qo'yay, Osman. Yo'l deganning o'g'ri yolg'oni bo'ladi. O'zingizga ko'proq diqqat qiling. Urumchiga borganda eshak qangrigan, daftaranglagan yerda yurmay, heliq pulni topadiganning qo'ydi bo'ling. Voy, odamning o'g'isini qaynitib, senmi yana dapning gapini qilib turding-ku. Mushu dapning gapini qilmag'ina. Sen demasangmi, men bilaman. Ma'qulamsa. Ansirmagina, ha? Aq yo'l bo'lsin. Xo'shamisa. Tezroq qaytib kel. Voy kelim.
Osmirka, sen bir yer neymiş kılıcı yürüyse? Qaraqroq chiqsang mamda. Qarapaqay degan mındaq. Ha, sefer nege? Ha? Ürümchiga bir berib kelaymi deyman ha? Abla, 4-5 gündeki mi olsam olmamdı? Nemishqa? Mening Ürümchiga boradigan muhim bir ishim bor degine. Bizning avu Ürümchi demasmi? Avu deganing kim? Men to'y qilgan qizchi. Ha. O Ürümchiga belim oshirish ketgan. Men uni ko'rib kelayimkin deyman. Efka, elimi yesham bir yay berib qoldi, to'y qilmading. Qiz tayyor bo'lgandan keyin g'achchilik qilib olmamsa. Qiziq gap qildi ekansa, men shu shaqqida qilib o'tay degan. Biroq o qizning purchib pishmatmanda. O'zing pishdimi? Bo'ldi. Mashriq chiqa. Men seni bekatga olib o'tay, ya. Ha, ma gaping bo'ladi, Efka. Bir haqiqatim olib qo'yamda. Oni çekmeyen aşığı Teynada oynay vapani enke Vapani enkedirni Vay biyevme Peyzan var, Efka, peyzan var. Qani. Kira. Ha, qani, o'ltiring. Ha? Qanday Rayhan? O'ynab oldingizmi? O'ylanib qo'poldim. Biroq qo'rqyapman. Moshundaq chiroyli o'zin jamoalingiz tursa, nimadan qo'rqsiz? Men qarang. Uning ustiga o'tganki TV so'tsinimi, shundaq chiroyli qildingizmi? Shundaq chiroyli. Xotirjam bo'ling, chatoq chiqmaydi. Bu qatimki tapanaqingizni o'tgankidan hasilab bermang. Qandaq? Yo'q. Endi meni zo'rlamang. Agar bu navbat ish o'ylaganimizdek bo'lmaydigan bo'lsa, har ikkilimizga yaxshi kun yo'q. Men qilmayman. Xotirjam bo'ling, ha. Hamma ishni o'zim to'g'rilayman. Bu qatim siz menga faqat maslahat bersangiz bo'ladi. Hargiz chatoq chiqmaydi, ha? Voy. Shavkatma? Yurtqa qachon qaytib kelsa, aka? Qarz egalari bizning oromimizni qo'ymadi. Sen qaytib kelsang zodli bo'lmaydi. Men qara, ukam. Men hozir bir cho'ng sodiq tutishib qoldim degina. Mush sodni bitiribla uyga qaytaman. E'tibor men o'gin bormaydiganiga bir yildan oshdi. Sening kasopitingdan yengam uyda turolmay tuqqanlaring ketdi. Bu bizga nima kun? Shundoq bo'lsin dedim-ku. Ma'qul, xo'sh. Voy. Kimdan kepti? Yurtga inimdan kepti. Tuqqalar meni ayt saqnab ketibdi. Bir kep ketsin debdi. Qani, ela. İşlerimizden oңushliq bo'lishi. Oy. Leytibka, mushundaqla ishchamdiq. Ozroq yeydigan narsa kirmamsiz. Isim qursin. Sizdan aylansin. Nima yeysizki? O'xshagan to'g'ri kopi. To'g'ri kopi? To'g'ri kopi, beliq kopi. Mening mush isimza. Qizlar yaxshi ko'radigan cho'kili-pokilidan akirsam bo'lmamdi. Men pek sada. Hozir akirma. Jindak o'tirib turing, o'tirib turing.
Saqıltib qo'ydim-ku deyman, ha? Yo'q. Mana. Cho'kili, seg'iz, yegash o'tirib turing, ha? Yegash o'tirib turing. Qarang, nemdiga o'xshagan to'qi bu. Mana. Qani, pachaqni eling, ha? Bo'ldi. Letikka. Birli qilsak, bo'pti, birli qilaylik. Ha, balli. Lekin o'tgankidek 5000 yuan bersangiz men unmayman-jimi? Amisa, Bu qitim foydaning 20% dan olaman. ay fuka. Nafsingiz va yo'g'inab ketib boramdi, nima? Unda qo'sman qilmayman. Bo'pti amsa. Bu qatam 20%ni beray. Letikka. Ha? Men telefon qaytarib kiray. Mana telefon, qaytiring. Anglamayman. Voy. Kim u? Ha. Nima? Hozirla? Mening muhim ishim botdi. Ha. Atirgul restoranning oldida? Ha. Ma'qul. Hozirla boraman. Ma'qul. Hozirla. Ma'qul. Letikka. Bir do'stim meni Atirgul restoranining oldida saqlamoqchi. 10 minutda qaytib kelaman. Odam toza payzul o'ltag'anda doim shunday qildi ekansiz. Birdamdil qaytib kelaman. Ma'quldan, ha? Amiz 15 minut vaqt beraman. Tezroq keling, ha? Xotirjam bo'ling. Birdamdil kelaman. Hay. Mushiya saqlayman, juma. Voy, bir xotirjam bo'ling, ha? Bye-bye. Oldida kram ochib turibman. Ha, oldida bor. Rahmat. Abduzning hozirda tushdim, ukulur mening qo'sqim osh. Chiqing, meniki chiqinglar. Obdan oshxonaga men boshlab boraman. Oylab chiqing, ha? Oylab. Үрімчі неме деген өзгіріп кеткен, ha? Qaraganda Үрімчіге ilgari kelib ekansiz-da? 14 yilning oldida bir qitim kelgandim. U chaqda igiz binolar bundoq jiq emasdi. Hey Fukam, men Do'nko'rikka boraman desam, Qizildog'da yuriysiz-ku. Meni boshqa yerga atmamagansiz? Aka, siz biladigan yo'llarning hammasi hozir o'zgarib ketdi. Necha yerga ko'rish kelyotdi. Baradigan yerga ko'chini necha aylanganda andin bog'li bo'ladi. Bo'ldi Fukam, men sal tushib qolay. Men xalq teatrxonasini bilaman. Kechadan Do'nko'rikka piyoda baray bo'ldi. Voy aka, bu yerda mashina to'xtat qilinmaydi. Tesh o'tirib turing. Birdamda Do'nko'rikka olib yurdiman. Hey, Fukam, mashinalar to'xtabdi-ku. Bo'ldi, mashinani aylantiryapman. Mashinani to'xtating. Men sal tushib qolaman. Tez mashinani to'xtating, Fukam. Men sal tushib qolay.
Hey, qancha pul bo'ldi? 45 koy. Ko'midingizmi? Ana bas chiqib turmamdi. Ha? 45 so'm. Chaqan bo'ling ha. Men oldirayman. Mana. Hey, mening sumkam! Mening sumkam! Asta. Hey! Xenim, 302 yataq hisobotni qildimi? 10 minut burun hisobot qilib ketib qoldi. Juringlar. Kechiring. Hech qisi yo'q. Şundan yaxshi so'rasin. Ularning hammasi shundoq yaxshi bo'pti-da. Bu bizning ma'lidiki, G'ulom boyvachchi shu-ku. G'ulom. Voy, Osmannikanmi nima? Voy, Osmannika. Qanda, teshikmi, o'rtab turdingmi? Ha, teshik, xudoga shukr. Uydagi baliqchaqlaring yaxshi-da. Yaxshi, xudoga shukr. Kel, aqillar bilan tanishtirib qo'y. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Men sana tanishtirib qo'yay. Mana bu yoq mening burunqi ayolimning hozirgi eri. Yaxshimisiz? Bu yoq bo'lsa, mening hozirgi ayolimning eng yaqin xizmatdoshi. Osmanka, qachon keldin? Jo'nagan. Yo'q, bugun. Yo'q, bayatda kelishim. Qanday? Bu shaharning fayzi bormi? Texi fayzini ko'rgandek bo'lmadiq-ku. Shunaqmi? Yur, men sana fayzini bir ko'rsatay. Xafamaysilar, birodarlar. Men bu og'inamni shaharni bir ko'rsatib, aylantirib kelay. Avval birarumkidan qayqa bo'lamdi. Tova. Qo'yib xotinning eri bilan bo'lgan ilbatchilikni bu hadab qo'yaylik. O'zining ayolining eng yaqin xizmatdoshi. Bu Urumchimi g'alitili bir shahar bo'lib qoldi, nima? Nega bordiganligingizni demedingiz-ku? Avval do'stlik qapa, undan qolganini deb berma. Ha, ma'qul. Xo'sh, ichaylik. İşe? Hey işe. Öylendingmi? Ha, bu shaharga kelib de o'ylanib olgan. Ayoling bilan qandayroq o'tyapsiz? Qaltis ko'ngillik o'tyapti emas. U mening ishlarimga aralashmaydi, men uning ishlariga aralashmayman. Rost qaltisga. Oy, men sen izləyirsən səbiyyə dikənsən. Ay, baxmaqdı bu. Muş söyltüğünü bilən, məşdə qurqaraq işib oturamsan. Cürəm. Doğmuşduq restoranga barayım. Cürəm. Cürəm. Ne? Cürəm. Mağaya? Cürəm deyimə. Endi bu ağayni kim bo'g'iydi? G'ulom boyvachchining burunqi yana bir ayolning hozirgi erimidu yoki bo'lmasa g'ulomning hozirgi xotinining burunqi nimasidir? Sen turib qolding-ku? Ha? Manga? Cürəm. Atın mağın deyimə, cürəm. Haydi isləyəm abi. Ha? Qara. Qani. Kelam. Oturam. Qana qeydin? Qani o'tiraylik. Xo'sh, nima yeysizlar? Qani o'zingiz buyurting. Harmada, Petrmanto,
birligen qorda. Daryo beliqi bormi? Undan bir taqsi. Kaklik go'shti, to'qqa o'pi. Yotazdan bir taqsi ekan. Biyaning yotasi yaxshi. Yani jigirimizni kebab. Soğuqsaydan bir nechta taqsi ekan. Ko'p o'ynamang. Israf bo'lib ketadi. Voy, qas yozdi qoladi. Qasini hurmat. O'lda o'tiraylar. Bugun bu sorunimizdan chang chiqiraylik. Nimaroq sizlar? Top. Top yaxshi. Odam beshig'i bir potlik naraq. Yana tamogidan 2 qat. Bana bilan qachon uchrashib boshlansa, usulni to'sib bir o'ynab etmay qolsaydim vajib. Qani, e'lon. Avval taom, andin kalam debgan. Avval qo'shag'im to'g'izaydi. Ondagi ishimiz a? Alay. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Kimni izlaysiz? Rayhonni. Men uning bilan birga ovqat qilatdim. 2 kun yoqi uni izlab topolmay ketib borman. Xato kirib qapsiz. Men Rayhon ismli birisini tonimayman. Oy, Rayhon menga mushu binoda bir do'stim bor degan. Men hammaga berib, uning orlishadiganlarini 2 kun yoqi izlab, bugun mushuga kelishim. Ukam, uyingizda bo'lsa, xapomay chaqirib aytgan bo'lsangiz, men sizdan xo'shib qolay. Men uni tonimayman dedim-ku. Unda qilmay chaqirib qo'ygan bo'lsangiz, u mening 300 ming pulimni o'g'irlab ketdi. Voy, nimanda qildi bu odam? Men uni tonimayman dedim-ku. Xo'ja. Da. Kere. Oynayın. Neymi degan paysa, ha? Ahmetni qarama. Etrafımızda üstelab o'tag'anlarning hammasi pul cho'kallar emasmi? O'taraqlardan bir nechini bizning ustalga taklif qilsaqada. Voy, ajab yaxshi gap qilding. Ko'nglimni topdingda. Men berib, bir qancha bizning ustalga boshlab ketaymi? Ha? Anda to'xtab turinglar. Hozir keldim. Ular mera sabr o'ynaydi. Bu shaharda to'la xotun degan nimandaq to'la? Hammasi pul bor xotinlar. Pul bo'lsa, agitib nima qiladi? Bekadi bir uy bilan bir erno jappasini ustiga yuk qiladigan gap. Hozirgi madaniyat mana shu. Ataq dedim. Brother. Qani kelaman. Marhamat. Qani, o'tiring. Anda, toza sarxillarni boshlab keldim. Yandika? Bo'ladi ekan. Uchunlar. Yalnız o'ltirib ketibsizlar-ku. Voy, yalnız olsak endi sizlar keldinglar. Jip bo'lamiz, ha? Oy, biz
Sizga jip bo'lsanglar, xotininglar tumshug'inglar keltirib sanmisiz yana? Voy, xotin deganda uncha qo'rqmaymiz. Yaminiga kelsa, qachib to'g'irlaydigan gap. Kimdan qo'rqatdi? Shunday kelimiz erlarning ko'zini o't chiqarib Bu saymaqın emas. Xotin deganda qo'rqamdi, ha? Sizni chaqirg'ini bir qazilmaysiz. Manga deydigan gapingiz bormi? Nimandaq mügdəb o'ltirsiz. Burtungizni tushirib etib saqal qo'yasiz bo'lmadi. Demishqa. O'ng'aymas olmaysiz. Mandaqda. Hozir naqsh etayotgan naqshchiga bir dasta gul sunib qo'yay degandim. Yenimda sapli 100 so'mlik pullar bor ekan. Yeningizda 50 so'mlik puldim bo'lsa, birini bergan bo'lsangiz gul so'qilgan bo'lsam. Bir dasta gul shuncha qimmatmi? Gulni setib olmaymiz. Bu naqshchi qilgan ko'nglimiz 20 so'mni restoran tutib qoladi. U becharak oran 30 so'mni beradi. Pul bormi? Rahmat. Hey, bu aşkan tamaklarını qanday qiladi? Tökidi. Töküverse taqdek yo'lda bu shaharsiz chiqamanda. Yo'q. Buningmi egisi bor. Kim? Cho'shqi boqadiganlar. He? Shundaq isil tamoqdimi cho'shqi boqanda? Ag'ayinlar. Endi toza bir suyuq salam birdan istak olatdi. To'g'ri. Ma kutkichlardan so'rasam, tomoqni to'xtatdi dedi. Sizlar jindak o'tirib turinglar. Men ma do'qmishga chiqib, azroq miychi yo'sim tepkiray. Ana. Hey. Ağayla qalsın, net adamga cuma. Kimni deding? O sening og'inangdi. Uni men qandoq tunayman? Nima deydigansan? U adashni men tonimayman. Amisi qo'llaringni mo'risi kelib, toza mo'ngdizib ketyaptiding-ku.
Men sening yaqin tanishing o'xshaydi deb yaqinchilik qilibdimi? Rost tanimamsan? Men sening tanishing o'xshaydi deb o'ltirib yuribdimi? Astag'firullah. Nima deydigandi bu? Obdarak o'ylab baq. O sening qo'yayotgan xotiningning bir nimasidir? Yoki hozirgi ayolingning burunqi eridu? Og'zingni beqib so'zla. Men degan ayolimni qiz og'a. Qiz og'am bo'lsang burunqi loyiqidu. Yoki ayolingning do'stining bir nimasidir? Chaqchig'ini qo'y. Biz toza bir saxtipazga uchrabdimiz. Nima? Texi mevichi fetib kiramish. Bu yerim kecha nadimi mevichi bor ekan. To'xtab tur. U adashning kenidan chiqib bir qarab boqay. Kela. Ey, taksi! Çapsama. Turun, aka, chaqiriq ishib qo'yibsizmi nima? Rahmat. Siz qaysi ustalda o'tirgan? Ustalda. Hamma taraf bo'lsizlar-ku. Hisobotni qildimi? Yo'q, tex qilmadi. Hisobotni qilib deb asta uyingizga qaytsangiz bo'ladi. Fuka, bu ustalning sohibxoni men emas. Emas kim? Mandaq gapdan, Fuka, bizni bu ustalga boshlagan sohibxonni men cho'r tonimayman. Men texi bu shaharga bugunli keldim. Yo'lda G'ulam degan bir og'inam bilan uchrashdim. G'ulam boyvachchi desa, bu shaharda tonimaydigan odam yo'q. Shunda qilib, uni bilan bir qancha do'konda ichishdik. Aka, bo'ldi qiling-a. To'xtab tur, men sana tushundiray. Bo'ldi qilay, aka. Mening ishim aldirash. Pulni zodi kim to'laydi? Elimi men sana tushundiray. Eliqi adash yo'liqdi. Men G'ulamni bu kim bo'ladi deb so'radim. So'rg'inim aniq. G'ulam burunqi ayolimning hozirgi eri, hozirgi ayolimning burunqi xizmatchi bo'ladi dedi. Shuning bilan biz mushakirib qoldik Fuka. Nima deydi bu? Tamoqni pulini to'lamsa? Men sana desam Fuka. Eliqi odam bizni mishaga boshlab kirgandi. Ondan turibli yo'qolib ketdi. Shuning Menga. Beni qo'yib o'tinglar. Meni ish qilsizlar. Pulni beramsa, bermamsa? Pulni chiqaray. Pulni chiqaray. Pulni chiqaray. Pulni chiqar. Tez bo'l. Men chiqaray. Mana chiqaray. Buni qo'y. Qo'y. Ma'qul. Mana. Onim qo'y. Bo'ldi, mana. Tez bo'l. Meni ish qilsizlar. Bizni gapirsizlar. Meni qo'yib o'tinglar. Meni qo'yib o'tish. Vajan. Jizon. Topdimi qilinlash kelsa? Rost qilinimi ekan bu? Top. Hey! Nima top bu? Jironlar kirib ketaylik. Sarang nima ekan bu? Sarang nima ekan? Jironlar kirib ketaylik.
Voy. Qanday ahvolingiz? Osmondan tushdingizmi, yerda chiqdingizmi? Qani, o'tirib. Oqshomda taq tushim kirib qolibdi ekansiz. Dahshat ish bo'ldi. Necha vaqtdan beri chet elda o'qib, sizni izlab boramay qoldi. Bir yil yo'lingizga qaradim. Oxir amal bo'lmay teqa tunugun Urumchiga izlab kelgan. Yaxshi uchrashib qoldingiz. Shunda qani, kavobya. Qani, ela. Qara. Manda xo'sin. Men obina kirib, pulni ep chiqay. Pulni o'zim bilan qaytiraman. O'zim bilan. Jindak o'tirib tur. Hozir chiqay. Hey! To'xta! Hey, to'xta deymi? Bir ko'ray. Hadi benim bak qani. Bana nereye? To'xta! Bu aldamchi to'xta deymi? Bu aldamchi qizil ko'z. To'xta! Kızım bir saran benim gen o bu. To'xta! Bu aldamchi qizil ko'z. To'xta! Oy. Hey, qanday ayollar bu? Nima qilingizlar bu? Ha, Ukam, nima bo'ldi? Sizda qarang, nima qaringiz bor sizdan? Hozir bir sarankan bu. neymiş kıldım ukam? Nima ish qilsangiz bo'ladi? Men nima bu? Ha? Astagfirullah. To'xta! Qizil ko'z! To'xta! Hey! Nima qilding bu? Voy, kesakni bizda sotib Olamaz, qanday qilma. Voy, uni qo'yib etma. U aldamchi, u qizil ko'z. Uni qo'yib etma. U qizil ko'z. Uni chiqib tuting. Hey! Voy, bu nima qilib? Sizda chekyaptimi? To'xta! Meni tutinglar. To'xta deymi? Hey! To'xta! Hey! Voy. Hey! Bu kalva! Aldamchini ko'rildimi, topamidoq. Mana bu Urumchidimi? Izlariga bo'lmasa. Ishkirga kirib ketaylikmi? Başka amal yok, kesse giteyli. Shunda qilaylik. Hey? Ha? Musacın lişoğu. Aldamchi, Rasuke! Uni tutaylik. To'xta! Toxta deymi? Uni tutinglar. Aldamchi, to'xta! To'xta deymi? Aldamchi, to'xta! To'xta!
Qo'rqgan o. Tushim, avaylang, ha. Asta. Oyna. Asta. Mahkir bakay. Qo'tangan bo'ldi. Ha? Bu yoqqa qarab boqaylik. Yo'qkan o. Yo'q. Asta. Ne ketganda? Akisini so'rab boqaylik. Saqalliq bir odamni ko'rdingizmi? Ko'rmadim. Uning mashaq qilib kirib ketganligini ko'rgandik. Uni zodi. Ana, aldamchi. To'xta! To'xta! To'xta deyman. Hey, taksi! Tez bo'l, tez bo'l. Bu ana! To'xta! To'xta! To'xta deyman. Mashina nomerini ko'rmaylar. Mashina nomerini ko'rmaylar. Esonda chiq saqlab. Tez. Yo'ldosh. Nima ish? Hozir bir aldamchi mashina bosib o'tib ketdi. Mashina nomeri qancha? 13804. To'g'ri. 13804. 13804. Voy. 13804 numaralı taksi uçursa tutuvilinglar. 13804. Voy, Osman aka. Qanday ahvolingiz? Urumchiga qachon keldingiz, a? Ro'yi kayfiyatingiz bekli to'yinqo. Sizni tanıyamadım qo'singlim. Siz meni tanimaysiz, men sizni taniyman. Siz heliqi Yoqub degan qizil ko'zga aldangan Osman akam-ku deyman. Shu qizil ko'zning dastidir. Musha ahvolga tushib qoldim. Bu shaharda meni taniydigan odami borkina. Dunyoga ko'rmaganda ko'rdi. Ko'nglingizni buzmang. Men dal Yoqub degan qizil ko'zning dilosini ishlayotgan saqchi bo'laman. Juring, qoldi gapni saqchixonaga berib ketishaylik. Siz saqchimi? Bak yaxshi bo'ldi. Ikki yog'i yanchig'imda bir tiyinmi pul qolmay ko'rmaganda ko'rdim. Xat bu qizil ko'zni. Isming nima? Litib. Yoqub degan kim? Tanimayman. Musa Janli deganni bilamsa? Men nadim bilay? Boyaqni tanimsa? Ha? Aldamchi degan bu shu. Mushu mening 300 ming yap pulimni evagan. Shu. Aldamchi degan o'zing. Bu qiz bizning munavvar saqchimiz. U sening peyinga g'uljudni tatib tushgan. Bu seningmi? Mening. Rayhon, pulning ikisini chaqiring. Ma'qul. Qani kirang. Bu kishini tanimsiz? Taniyman. Dal bizni oldiga aldamchi Litib. Yoqub degan mushu. Hey. Bir yildan beri bizni nima jabalaga solding, ha? Osman aka. Bo'ldi, ko'nglingizni buzmang. Sizda to'xtam bormi? Bafkam. Mana. Buni sen yozganmi? Epinglar. Mana. Mana. Xotirjam bo'ling, sizdan aldab ilib olgan barliq narslaringizni qaytarib beramiz. Sizlarga ko'p rahmat. Yolg'iz mendan emas, Yoqub tarafdan aldangan barliq odamlar nomidan sizlarga ko'p rahmat. Hoy Osman aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda yuriysan-ku? Qiziq gap qiladigansan Osman aka. Tijoratchi degan pul nada o'zi shu yoq qo'g'lab boradigan gapda. Voy. Bugun qaltis paqirab ketibsan-ku, ha? Xuddi shahar boshliqlariga o'xshab qolibsan-jimi? Ha, qaraganda Dabsodang yaxshi o'xshamanda. Qo'ya, Dabning gapini. Hey, men seni bir mehmon qilay. Ma? Rahmat aka. Men hozir mangmoqchi. Haras, sen qachon mangsa? Mangsan billa mangayli. Mangsan mangdim. Lekin qosoqqa bir nima yo'layli. Bo'ldi. Yo'ldilayman do'q. Chiqar mashinaga.
Aras, yeli aldamchi tapdingmi? Tapdım, uka tapdım. Ben sana şunun gibi kıpıray degendim. Qaraganda alamet hikoyadan birini anglaydı ekanman da. Onu bir deme yolda bağış küldürüp üç yığını üzüydüm ha. Şundak qilib, eliqi qizil ko'z, tulkidek shumshib ketdi. Osmanika, mungluq naqshanda bir aytqina. O'zandan bir vaqir o'zgab turadi, bir elga. Güleymi men çıklayma can dostum. Bu hayatın kısmetlerine Fakas buldun şeytanlarıdın Dostlarım aldandığın sünnetlerine Fakas buldun şeytanlarıdın Dostlarım aldandığın sünnetlerine Oh 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 Gülüp bakar gayda koyar Kahkalı sen Kur'an çapında Hayat şunda xisletler gibi ay dostlarım Kuyuqat sen yana armanda Hayat şunda xisletler gibi ay dostlarım